Robototexnika bo'limida men uchun eng qiziq bo'lgan soha o'zimiz mustaqil shaklda loyiha yaratganimiz bo'ldi. Loyihangizni yaratish uchun nechta dars yetarli bo'ldi? Loyihani yaratishimiz uchun bizning guruhimizga 6 ta darsning o'zi kifoya bo'ldi. Arduinoda kod yozish va robotlarni boshqarish. Ustozimiz juda samimiy dars o'tdilar. Hayotiy misollar orqali darsni yanada soddalashtirib tushuntirdilar. Ustozga gap yo'q qisqa qilayotganda. Muhandislik o'qish jarayoni qaysi jihati sizga ma'qul? Muhit va jamoat, chunki bu yerda hamma shu injeneringni o'rganaman degan studentlar. Kompyuterga kod yozish va amaliyotda bajarish men uchun juda ham muhim o'ringa ega bo'ldi. Shu narsalarni yoshligimdan qiziqardim. Hozir mana amaliyotda bajaryapman. Muhandislik asosiy yoqqan jihatlardan biri bu 70% dan ziyodroq amaliy darslar, qolgani nazariy darslar bo'ldi deb o'ylayman. Qiziqib yaratmoqchi bo'lgan narsamni kod orqali narsalarni yasab, test qilib yaratish oson bo'ldi. Kerakli bilimlarni anchagina oldik. Muhandislikni o'qish jarayonida jamoat bilan birga bo'lib ishlash va har xil loyihalarni o'zimiz mustaqil qilish jihatlari menga yoqdi.